Xushxabar azizlar, O'zbekiston milliy terma jamoasiga Fabio Cannavaro bosh murabbiylikka tayinlanadigan bo'ldi. Cannavaro bilan shartnoma 1+4 ko'rinishida imzolanadigan bo'ldi va unga Timur Kapadze yordamchi murabbiy bo'ladi. Fabrizio Romano yozdi, Nicolas Skira yozdi va juda ham ko'plab mashhur insonlar ushbu Cannavaroning terma jamoamizga kelish haqida postlar qoldirishdi. Umuman olganda Cannavaro Toshkentga kelganda mana shu savolni berishgan edi muxlislar. O'zbekiston milliy terma jamoasiga bosh murabbiy bo'lasizmi deb degan ma'noda savol berishgan edi. Fabio Cannavaro qani shartnoma deb javob bergan edi. Albatta bu hazilomuz tarzda bo'lgan edi. Hazil bilan bu chinga aylanib ketmoqda va Fabio Cannavaroni terma jamoamizdagi kelajakdagi faoliyatida omad va zafarlar tilab qolamiz. Albatta jahon chempionatida muvaffaqiyatli qatnashishi tilaymiz.